Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar meni Javohir F.uz kanali. Men sizlarga CapCut Pro versiyasini tekinga olishni o'rgataman. Bu ikkinchi qism bo'ladi. Maksimal podeshkaga berilsa degan umiddaman. Va unda biz boshladik. Buning uchun biz Telegram ilovasiga kirib olamiz va poiskka yordam premium bot deb qidirib olamiz. Va chiqqan botga o'tamiz, ya'ni mana shu botga. Kerakli kanallarga obuna bo'lamiz. Kerakli kanalga obuna bo'lganimizdan keyin startni bosamiz, ya'ni tasdiqlashdi. Va shunday o'yin ochiladi. Va CapCut Pro'ni bosamiz. Bosib olganimizdan keyin mana shu ilovani yuklab olamiz. Bu CapCut Pro versiyasi emas, bu eski versiya, reklama yo'q. Ko'p funksiyalar bepul. Qarang, yana tushuntirib ketaman. Nimaga CapCut Pro emas? Chunki Pro versiyalar ishlamay qolishi mumkin. Va yuklab olamiz. Men yuklab olganman mana shu CapCut Pro'ni. Va bu yerdan biz Play Marketga kirib olamiz. Hozir nollar tushuntirib ketaman. Tak, poiskka biz CapCut Pro deb qidirib olamiz. Qidirib olganimizdan keyin mana shu tepaga turgan hozir sizlarga mana shunday turadi. Buni avtomatik yangilashni o'chirib qo'yamiz. Endi sizlarga hamma versiya tekin, ya'ni hamma funksiyalar tekin, bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Men noldan hozir tushuntirib ketaman. Mana shu rasmni hozir tekshirib ko'ramiz. Kirib ko'rdik. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi funksiyalar tekin. Ya'ni hozir effektlar pullik versiyaga, bu versiyasiga esa tekin. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Hech qanaqa zarar yo'q. Hammasi tekin deb tekshirib olasizlar. Mana tekshirib ko'ryapmiz, hammasi tekin. Bu yaqin 2026-yilga bu premyera bo'ladi degan umiddaman, chunki hali hech qaysi kanal chiqargan emas. Tak, mana stikerlar ham tekin. Bemalol kirib foydalansanglar bo'ladi. Sizlarga ishlamay qolishi mumkin. Hamma funksiyasi emas, ya'ni 100 talik ishlab beradi. Men o'zim shundan foydalanishni boshladim yaqinga. Bunday yo'lni unchalik qiyin emas. Tak, 50 ta nakrutka botimiz. Bu yerdan o'zingiz bemalol nakrutka buyurtma qilsangiz bo'ladi. Hech qanaqa akkauntingizga ban bo'lmaydi, ya'ni spam bo'lmaydi. Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, hatto Telegram Premium, Telegram Start olsangiz bo'ladi. Mana eng arzon obunachilar faqat bizga. Mana YouTube'ga ham hamkor. Va bu ikkinchi botimiz UzCard bot, ya'ni bu yerdan Telegram uchun nomer xarid qilsangiz bo'ladi. Tayyor akkauntli bez spam, ya'ni spamsiz bemalol foydalansanglar bo'ladi. Eng arzon raqamlarimiz bu 5900 so'mdan boshlangan. Bu yerda USO nomerlarimiz 9800 so'mdan boshlanadi. Sizlar bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Eng arzoni faqat F.uz, ya'ni UzCard botimizga.